Marokashga borishyapti. Agar siz ham menga o'xshab travel blogerlarni kuzatsangiz, e'tibor bergandirsiz. Bir qanchasi Marokashga borib kelishdi. Misol uchun Stas 2022-yilda bordi. Amira Rashidova esa 2024-yilda va men ham shu yili bordim. Agar kimgadir qiziq bo'lsa. Va albatta Husnorik ham yaqinda borib keldi. Shunda savol tug'iladi. Marokashda o'zi nima bor? Hamma uchun har xil narsa. Agar siz Klon serialini ko'rib katta bo'lgan bo'lsangiz, unda Fes shahri siz uchun. Yoki menga o'xshab Sahroy Kabirni ko'rishni orzu qilgan bo'lsangiz, unda bir kun sahroda yotib qolish imkoniyati bor. Agarda g'ayritabiiy joylarga qiziqsangiz, unda Shefshafen aynan siz uchun. Ajoyib arxitektura, eng qadimgi universitet masjid, Marokashdagi to'y, asrlar davomida qurimaydigan ko'l. Xullas, hammani tabiga qarab, balki sizga shunchaki Marokash choyi yoqar. Xullas, sizga nima yoqsa, o'shani o'z ichiga olgan mukammal 8 kunlik tur tashkil qilganmiz. Unga qo'shilish uchun Noyob Travelga murojaat qiling.